bir urinishda shunaqangi baland va ichlari yumshoq bo'lib pishadigan keksni retsepti bilan bo'lishaman. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va retseptni saqlanch qiling. Buning uchun bizga Milterni 80% keks uchun maxsus margarini kerak bo'ladi. Idishga solamiz, shakar, 4 vanilyalarni solib, yaxshilab mikser qilishni boshlaymiz. Ustidan 4 tuxumni qo'shamiz, yana mikser qilamiz. Mikser qilib bo'lingach, 100 ml da sut, unni elab solamiz va albatta razrıhlitilni to'g'ri tanlay biling. Ustidan koritsani qo'shamiz tabga ko'ra va lotus pastasidan foydalandim. Juda ham yaxshi ta'm beradi. Unga ham xohishga ko'ra 2 qoshiq qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Massamiz deyarli tayyor, quyuq holatda bo'ladi. Endi qolpimizni margarin yordamida ichlariga surtib chiqamiz hamma joyiga va ketidan unlaymiz yopishmasligi uchun. Massamizni solib, shunaqa stolga 3-4 marta urib, 180 gradusda pishirib olamiz. Qarang, shunaqangi oson ajralib chiqadi. Ustini esa xohishga ko'ra bezatasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Like bosishni unutmang.